uchun patent bermayapti. Aka-opalar, juda ko'pchilikka patent bermayapti. Sababi nima? Bizga har kuni murojaat bo'ladi, 50 ta 100 to'lab patentga topshirdim, patent bermayapti. Mani 1 yilga zapretga qo'yibdi, 3 yilga zapretga qo'yibdi patent uchun. Patent berilmagan ko'pchilikka 25 ming to'lagan, borib, lekin patenti chiqqan kuni bermagan, puli ham qaytarilmagan. Kuyib qolmang. Buni hal qilish yo'li bor. Shu ololmaganlar, patentini ololmaganlarga olish yo'lini o'rgatamiz. Aka-opalar, haqiqatdan ham olsa bo'ladimi, yo'qmi? Qani bo'lmasa, biz bir joyga kelganmiz, u odamlar patent berilmaydi. Tuberkuloz, bruselloz, har xil yuqumli kasallik, lekin u odamlarning o'zi bilmaydi tanasida shu kasallik borligini. Ana bizni musofirda yurgan o'zbek tojiklar patentga olib borib topshiryapti, 25 ming pul to'layapti. Patent chiqadigan kuni patent berilmayapti. Sabab? Tak, juda yaxshi savol. Bugungi kunda juda ko'p uchrayapti, bizga ham murojaat qilinyapti. Sabab